qo'ysangizda va sizni sudga berishsin. Men hech qachon shular to'g'risida yomon gap gapirmagandim. Assalomu alaykum. Siz bilan bog'liq holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Ozgina bir o'sha vaziyatda transportdan boshqa jarayonda Sardor Mamadaliyev Sherali Jo'rayevning qo'shig'ini kuylaganligi uchun yana jarimaga tortildi. Iltimos qilishgani uchun men intervyuda ijro qilgandim. Sardor Mamadaliyev Adliya vazirligi bilan mojaro haqida gapirdi. O'zbek estradasining mashhur xonandalaridan biri Sardor Mamadaliyev yana muhokamalar markazida. Gap shundaki, u marhum ustoz san'atkor Sherali Jo'rayevning Bandaman va Ko'rmisham qo'shiqlarini Chotki TVga bergan intervyusi vaqtida muxlislar iltimosiga binoan kuylagan. Biroq ushbu holat O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan mualliflik huquqi bilan bog'liq masala sifatida ko'rilib chiqib, xonandaga nisbatan jarima qo'llanilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu vaziyat nafaqat Sardor Mamadaliyev, balki yana qariyb 20 ga yaqin ijodkorga ham taalluqli. Aytilishicha, eng katta jarimalardan biri xonanda Izzatbek Xoliqovga solingan bo'lib, u taxminan 130 million so'mni tashkil etadi. 130 million shtraf so'raydi bitasiga Izzat Xoliqov degan ukamizga. Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysizlar? Mazkur vaziyat yuzasidan Sardor Mamadaliyev o'z munosabatini bildirib, shunday deydi: "Biz ustozimizni hurmat qilib, eslab, u kishining 1-2 qo'shig'ini aytsak ham, sud chaqiruvi va jarimalar bo'lsa, bu qanchalik to'g'ri bo'ladi? Shuningdek, xonanda agar ariza yozgan tomonlar bu masalani qaytarib olmasa, Sherali Jo'rayevning barcha qo'shiqlarini yangi talqinda birma-bir kuylab chiqishini ham aytib o'tdi. Agar arizani qaytarib olishsa, olishmasa, men bir boshidan hammasini kuylayman. Sherali Jo'rayev muxlislar mendan xafa bo'lmaysizlar. Qizig'i shundaki, Sardor Mamadaliyev bu fikrlarni mashinada ketayotgan paytda bildirgan va xavfsizlik kamarini taqmaganligi uchun ham alohida javobgarlikka tortilgan. Jahl chiqqanda ham endi men taqamiz, xudo xolasa. Hozirda ushbu voqea ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Sizningcha, ustoz san'atkor qo'shiqlarini eslab kuylash uchun ham jarima qo'llanilishi to'g'rimi? Sherali Jo'rayev Ko'rmisham, Bandaman qo'shiqlarini Chotki TVdagi Abduvosit aka shu ijodkorlar tomonidan iltimos qilishgani uchun men intervyuda ijro qilgandim. Va 1 soat ham turmadi, ular oldirib tashlashdi, lekin hozir Adliya vazirligidan chaqirib ishimizni sudga ochibdi. Shu ashulalarni ijro qilganim uchun mendan tashqari yana 20 ta ijodkorni yozib berishgan ekan. Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysizlar? Bitta insonni bir o'tgan kunida xotirlab, yaxshi gaplar gapirib, ustoz deb qo'ysangizda va sizni sudga berishsin. Men hech qachon shular to'g'risida yomon gap gapirmagandim shu kungacha. O'zlari majburlashdi va yana majbur bo'lyapman shunaqa gaplar gapirishga. Endi agar mumkin bo'lmasa, men o'zim talqinimda kuylayman. Bahora yo Mudir Dag'iy va Sardor Mamadaliyev YouTube kanalida hoziroq kirib ko'rishingiz mumkin, tayyor klipi bilan. Agar arizani qaytarib olishsa, olishmasa, men bir boshidan hammasini kuylayman. Sherali Jo'rayev muxlislar mendan xafa bo'lmaysizlar. Bular shunga majburlashyapti. Endi 20 ta ijodkor turibdi yana sud eshigida. 130 million shtraf so'raydi bitasiga Izzat Xoliqov degan ukamizga. Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysizlar? Assalomu alaykum. Siz bilan bog'liq holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Ozgina bir o'sha vaziyatda transportdan boshqa jarayonda xavfsizlik kamari taqmasdan harakatlangansiz, ya'ni hayotingizda bu xavf ostida qo'yish insonni bu xavfsizlik kamari birinchida ushlab qoladi. Qachon bo'lgan, nima bo'ldi bu vaziyat? Endi men shu videoni ko'rgan bo'lsanglar, men Sherali Jo'rayev qo'shig'ini aytib sudlarga kirib chiqib yurgan paytimizda endi ozgina asabiylashib remen taqish ham esdan chiqib qolibdi. O'zim ham nima deydi, remen taqmasdan yurmayman. Qonunlarga hurmat qilaman. Endi xudo xolasa jahl chiqqanda ham endi remen taqamiz, xudo xolasa. Qonun qoida hamma uchun barobar. Siz ham mana transportda boshqa jarayonda xavfsizlik kamari taqishingiz shart. Shahrimiz aholisi mehmonlaridan, nima yurtdoshlarimizdan avtomashina boshqa jarayonda xavfsizlik kamari taqib, avtomashina boshqani so'rab qolamiz. Mana bularga ham chora ko'rildi. Ba'zi bir inson aytadi, mashhur insonlarga chora ko'rilmaydi deydi. Siz ham shu ijtimoiy tarmoqda san'at olamida bir mashhur insonsiz. Endi qonun hammaga teng. Men bundan hech xafa emasman. Aksincha xursandman. Nimagaki bu videoni ko'rib yana ham bir qonunni hurmat qiladigan insonlar ko'payadi deb o'ylayman. Haydovchimiz yo'l harakati qoidalari 9-bandiga amal qilmaganligi uchun bayonnoma rasmiylashtirildi. Yo'llarda haydovchilardan belgilangan yo'l madaniyatiga, yo'l harakat qilish salohiyatlarini so'rab qolamiz.